Mana bu Ro'da ko'cha, bu Yarmarka tomondan kirib kelishi. Chapga burilganda Sergeli hokimiyati. Mana shu ko'chadan kirib kelganda mana bu to'g'rida metro bor, metro nos bo'lib turibdi. Shu ko'chadan kirib kelganda Nilufar mahallasi bor. O'sha mahalladan ichkariga kirganda 4-dom, bepsha общежитие. Bog'cha, maktab hammasi yaqin. Qo'shnilar tinch, ahil. Xonadonimizga kirganda o'ng qo'lda mana bu hojatxonamiz alohida qilingan. Bu vandamiz mana. Chapga burilgandan keyin mana kichkina prixochka. Mana bu yer yotoqxona sifatli. Kondisioner qoladi. Mana hozir men aytgan tez yordam bo'lgan. Bu ikkinchi xonamiz. To'g'ri shkaf qilib qo'yilgan. Bu chap tomonda esa kichkina oshxonachasi bor. Kadastr bo'yicha 39 u 24 kvadrat alohida kadastr qilingan, hujjatlari joyida. Bu oshxonadan tashqari oshxona, koridor daxil bo'lgani uchun safat qilib olingan. Bunga hech qanday muammosi yo'q. Qo'shib olingan. Metro yaqin. Metro. Mana bu Yanquletgan domlarda oldida metro bekati bor. Burilganda Emilia mana bu basseyni. Mana bu kollej. Sabr Rahimga ketadigan hamda Qo'yliqqa ketadigan metro bekati. Taxminan 708 metr.